Assalomu alaykum, hurmatli matematika darslari kanalining kuzatuvchilari, kursimiz qatnashchilari. Bugun biz sizlar bilan milliy sertifikat original savollar bazasining 25-savollarining yechimlarini birgalikda tahlil qilamiz. Birinchi savol aytibdi, chizmadagi ma'lumotlardan foydalanib x ni toping debdi. Bu yerda berilyapti, mana AB'miz YFga parallel ekan. AB'miz YFga parallel bo'ladigan bo'lsa, mana burchak alfa bo'lsa, bu ham alfami? Bu burchak beta bo'lsa, bu ham nima ekan? Beta ekan. Demak, uchburchak ABSimiz o'xshash ekan uchburchak YFSga. Demak, o'xshash uchburchaklarning nima? Mos tomonlari nisbati bir-biriga tengmidi? Mana shu xossalardan foydalanib ishlaymiz. Tushunarli? Demak, hop, AB tomonning A'si tomonga nisbati AB tomonning A'si tomonga nisbati. Bu yerda FY tomonning F'si tomonga nisbatiga teng o'xshash uchburchaklarda. AB tomon 16, A'si tomon 20 teng ekan. FY tomon 12, F'si tomon x ekan. Bu yerda x topishimiz uchun 20 ni 12 ga ko'paytirib 16 ga bo'lishimiz kerak. 4 ga qisqartiramiz. 3, 4 ga qisqartirsak 4. 4 bilan 20 ni 4 ga qisqartiradigan bo'lsak 5. Natijamiz 15 ga teng bo'ladi ekan. B javob. Xo'p. Endi ikkinchisi. Biz uchburchakda AD, BN, NCM medianlar kesishgan nuqta J nuqta bo'lsin. Agar ABC uchburchak yuzasi 48 ga teng bo'lsa, GDN uchburchak yuzini toping. Ya'ni bo'yalgan soha yuzini topishimiz kerak ekanda. Bu yerda katta uchburchak yuzi nechiga teng? 8 ga tengmi? Yaxshi. Biz mana bu uchburchak yuzini topsak bo'ladi. S nimani? BNC ni. S BNC uchburchak yuzi S taqsim 2 ga tengmi? Chunki mediani 100 dan teng 2 ga bo'ladi. Ya'ni 24 ga teng chiqdi. Endi shu joydan mana bu N da medianam yana, ya'ni BNC uchburchak bo'yicha BNC bo'yicha mana bu mediana. Burada medianamiz 100 dan teng 2 ga bo'ladi. Ya'ni bu yerdan S N B D uchburchakni 100 ni topib olsak bo'ladi. Xo'p. Bu uchburchakning yuzi nimaga teng? Bu uchburchakning yuzi N BD'miz hop S BNC'ning nimasi yarmiga teng bo'ladi. Tushunarli bo'ldimi? Hop, buning yuzi nechiga teng ekan demak? 12 ga teng bo'lyapti ekan. Tushunarli? Yaxshi. Endi mana bu yerdan biz S B G D'ning yuzini topa olamizmi? S B G D'ning yuzi hop, mana bu katta uchburchak yuzining 6 dan 1 qismiga tengmi? Chunki 3 ta medianamiz teng 6 bo'lakka bo'ladi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bo'lak. To'g'rimi? Demak, buning yuzi nechiga teng ekan? 48 ni 6 ga bo'ladigan bo'lsak, 8 ga teng bo'lyapti ekan. Tushunarli? Xo'p. Endi bizga ga teng bo'ladigan bo'lsa, bizga GND uchburchak yuzi kerak bizga. S GND uchburchak yuzimiz. Shunda hop BND uchburchak yuzidan BGD uchburchak yuzini ayiramiz-da. Ya'ni 12 dan 8 ni ayirganimizga teng. Natija 4 ekan. Tushunarli bo'ldimi? Demak, berilgan sohaning yuzi 4 ga teng ekan. Bu yerda javoblar to'g'ri kiritildi. Xo'p, endi 3-misolga qaraymiz. Hop, 3-misolda x ni topishimiz kerak ekan biz. To'g'rimi? AB'miz nimaga parallel ekan? D E ga parallel ekan. Yaxshi. Xo'p, yaxshi. Demak, ketdi. Mana yerdagi burchak topib olsak bo'ladimi biz? 70, 60 bo'ladigan bo'lsa burchaklarimiz 130, mana yerdagi burchagimiz necha bo'ladi? 50 bo'ladi. To'g'rimi? Mana yerda burchak topsak bo'ladi. 50, 60 bo'lsa, bu yerdagi burchagimiz 70 ekan.
Endi o'sha 70'imiz 50 bilan x yig'indisiga teng bo'lishi kerak. A, B, D ga parallel bo'lsa, demak mana bu burchak bilan bu burchagimiz nima? Teng bo'ladi-da. Unda x'imiz 20 ga teng chiqadi ekan. Mana C javob. Xo'p, 4-misol x ni qabul qilish mumkin bo'lgan eng katta natural qiymatini toping debdi. Bu yerda biz uchburchak yasash shartiga qo'yamiz. Uchburchak yasash sharti uchburchakning ixtiyoriy ikkita tomonining yig'indisi uchinchi tomonidan katta bo'lishi kerak. Tushunarli? Shu formulaga qo'yamiz. Boshlaymiz. X bilan 5 ta yig'indisi katta bo'lishi kerak 3x minus 5 dan. X bilan 3x minus 5 ning yig'indisi 5 dan katta bo'lishi kerak. Xo'p, 5 bilan 3x minus 5 ning yig'indisi x dan katta bo'lishi kerak. Shu shartlarni qanoatlantiruvchi eng katta natural sonni topamiz. Xo'p, birinchisidan ishlasak, x'imiz 10 taqsim 2, ya'ni 5 dan kichik bo'ladi. Xo'p, keyingisini ishlasak, x'imiz katta bo'ladi ekan 10 taqsim nechidan? 4 dan. Xo'p, buni ishlasak, x'imiz katta bo'ladi 0 dan. Demak, x ning oralig'i 2,5 dan katta, lekin 5 dan kichik bo'lishi kerak. Bular ichidagi eng katta natural son 4 ga teng bo'ladi ekan. Endi 5-savol. ABC va ADC teng yonli uchburchak. Xo'p, tomonlar berilyapti. Biz topishimiz kerak ekan nimani? X ning qiymatini topishimiz kerak ekan. Yaxshi. Xo'p, bitta balandlik tushirib olaylik. Mana shu yerdan teng yonli bo'lgandan keyin, to'g'rimi? Mana bu tomonimiz nechiga teng bo'ladi? 12 ga teng bo'ladimi? Yer 12 bo'lsa, biz B bu yerdagi nuqtani biz O deb qo'yaylik, to'g'rimi? BO ni topib olamiz. BO'miz Pifagor teoremasdan 20 ning kvadrati minusdan 12 ning kvadratiga teng ekan. Teng. Shuni ham keyin DO ni topib ayirib qo'ysak x'imiz kelib chiqadi-da. Demak, 20 ning kvadrati 400, 144, 256. 256 dan necha chiqadi? 16 chiqadi BO'miz. Endi DO ni topaman. DO. DO'miz 15 ning kvadratdan ayirishimiz kerak nechini? 12 ning kvadratini. Pifagor teoremasdan. Bu yerdan DO'miz necha kelib chiqadi? Qo'shgan, ayirganda 3, 20, 80, 9 kelib chiqar ekan ana. Demak, endi x'imiz x topish uchun BO'dan DO'ni ayiramiz. 16 dan 9 da ayiradigan bo'lsak, natijamiz 7 ga teng bo'ladi ekan. Xo'p, 6-si A dan B gacha bo'lgan eng qisqa masofani so'raydi. A dan B gacha bo'lgan eng qisqa masofa mana. Tushunarli buni? Xo'p, ikkita tomon va ular orasidagi burchak berilgan bo'lsa, kosinuslar teoremasdan topsak bo'ladi. AB. Kosinuslar teoremasi ildiz ostida 15 ildiz osti 2 ning qavs kvadrati plyusdan 5 ning kvadrati minus 2 ko'paytirilgan 5 ko'paytirilgan 15 ildiz osti 2 ko'paytirilgan kosinus 135 ekan. Ketdi. 15 kvadrat 225 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak 400 necha 50 bo'ladimi? Plus 5 kvadrat 25 minusdan. Xo'p, kosinus 135 da minus ildiz osti 2 taqsim 2 bo'ladi. Plus bu 10 bo'lsa 150 ildiz osti 2 ko'paytirilgan ildiz osti 2 taqsim 2 ekan. Teng. Ildiz osti. Xo'p, mana bu bilan bu qisqarib ketadi. Qo'shamiz endi. 450 ga 150 600 625 625 dan 25 chiqadi ekan natijamiz. Mana ajab. Endi 7-si. ABC uchburchakda AB 5, BC 4 va AC 3 ga teng. Biz ABC uchburchak chizib olishimiz kerak ekanda biz. 3 4 5 degani u to'g'ri burchakli uchburchak deganimi? A B 5.
B'si 4, A'si 3. Bu to'g'ri burchakli uchburchakni bildiradi. Ya'ni ko'p terimasiga tushadi bu. Endi S burchak uchidan A bu tomonga SH balandlik va SL nima bisektir esa tushirilgan bo'lsa HL kesmaning uzunligini topishimiz kerak ekan biz. Yaxshi, bu kesmaning uzunligini topishimiz uchun biz nimalar qilishimiz kerak? Bu kesmaning uzunligini topishimiz uchun SL ya'ni bisektrisaning uzunligini topib olishimiz kerak. Balandlik topib olishimiz kerak. Bo'ldi, kelib chiqadi. Birinchi o'rinda balandlik topamiz. Balandlik bilan gipotenuzani ko'paytmasi katetlarni ko'paytmasiga teng. Bu yerdan balandligimiz kelib chiqadi 12 taqsim 5 ekan. Endi bisektrisani topamiz. Hop, bisektrisani topish formulasi quyidagichamidi? 2 taqsim birinchi yarim perimetr topib olishimiz kerak edi. Yarim perimetrimiz 3 plus 4 plusdan 5 taqsim 2. Yarim perimetrimiz necha? 6 ekan. Bisektrisani topish formulasi 2 taqsim 3 plusdan 4 ildiz ostida 3 ko'paytirilgan 4 ko'paytirilgan 6 qavs ichida 6 minusdan 5. Hisoblaymiz. 2 taqsim 7 ko'paytirilgan ildizning tagidan necha chiqadi? 3 kara 4 12 bo'lsa, bundan 6 ildiz osti 2. Demak, bisektrisaning uzunligi 12 ildiz osti 2 taqsim 7 ga teng chiqyapti. Endi bizga HL kerak. HL ni Pifagor teoremasiga qo'yamiz. HLimiz ildiz ostida bisektrisani kvadratdan balandlikni kvadrat ayirganimizga tengmi? Bisektrisani kvadrat 12 ning kvadrati 144, 2 niki 2, 288 taqsim 49 ayrilgan balandlikning kvadratichi. Balandlikning kvadrati 144 taqsim 25. Endi buni hisoblaymiz. Umumiy ko'paytuvchilarni chiqarsak bo'ladimi? Ha, chiqarsak bo'lar ekan 144 ni. Bizda nima qoladi? 2 taqsim 49 ayrilgan 1 taqsim 25 qolyapti. Bizdan chiqadigan sonlarga taxlandi lekin. Umumiy mahraj bersak 25, 50, bunda 49. 1 qoladi. Suratda mahrajda 49 ko'paytirilgan 25. Demak, HLimiz teng hisoblab qo'yamiz. 144 dan 12 chiqadi, taqsim 49 dan 7, 25 dan 5. Natijamiz 35. 12 taqsim 35 ekan. HL teng 12 taqsim 35 ga. Bajim. Xo'p, endi 8-inchisi. Agar ABC va MNC uchburchaklar to'g'ri burchakli uchburchaklar va AB6, MN3, NC4 bo'lsa, X toping deb. Yaxshi, to'g'ri burchakli uchburchak bo'lgandan keyin mana yer 3 bo'lsa, bu yer 4 bo'lsa, bu yer nechaga teng bo'ladi? 5 ga teng bo'ladimi? Yaxshi. Burchak alfa. Sinus alfani tenglaymiz. Sinus alfamiz nimaga teng? MNC bo'yicha 3 taqsim 5 ga teng. Sinus alfamiz nimaga teng? ABC bo'yicha 6 taqsim x plus 4 ga tengmi? Ikkalasini tenglashtiraveramiz. 3 taqsim 5 teng 6 taqsim x plus 4 ga. Demak, x plusdan 4imiz 10 ga teng ekan, ximiz 6 ga teng bo'ladi ekan sizcha. 8-savol. Xo'p. Endi 9-savolga qaraymiz. ABC to'g'ri burchakli uchburchakning gipotenuzasi uzunligi 15 ga teng. Sinus ASB, ya'ni mana bu burchakni alfa desak, sinus alfamiz 0.6 ga teng bo'lsa, uchburchak yuzini toping debdi. Xo'p, katetlarni topib olsak bo'ladi, bemalol. Mana bu katetni topib olsak bo'ladi. Sinus alfamiz qarshisidagi katetning gipotenuziga nisbatimidi? Demak, A taqsim 15imiz teng ekan 0.6 ga. Demak, A'miz 9 ga teng ekan. 9 bo'ladigan bo'lsa, bu B katetimiz. Pifagor teoremasiga qo'yib B ni topadigan bo'lsak, mana bu yerdan B teng ildiz osti 15 kvadrati minusdan A kvadratmi? 144 dan ayiramiz 81 ni.
Yo'q, 15 kvadratga 225 dan 225 dan 81 dersak 144 bo'ladi. Bundan nechi chiqadi? 12 chiqadi. Mana bu yerimiz 12 ekan. Bu katetimiz 9. Endi uning yuzi. To'g'ri burchakli uchburchakning yuzi katetlari ko'paytmasining yarmiga tengmi? Ya'ni 9 ko'paytirilgan 12 taqsim 2. Natijamiz 54 ga teng bo'ladi ekan hissajim. Endi 10-misol. Teng yonli uchburchakning uchidagi burchak 30 gradusga teng. Asosidan olingan Y nuqtadan yon tomonlargacha bo'lgan eng qisqa masofalar 3 va 9 ga teng. Uchburchak yuzini toping debdi. Xo'p, teng yonli uchburchak chizib olamiz bitta. Asosidan bitta nuqta olinyapti. Y nuqta deylik. O'sha Y nuqtadan tomonlargacha bo'lgan eng qisqa masofalar bittasi 9 ekan, ikkinchisi necha? 3 ekan. Mana bu 3, mana bu esa necha? 9 ekan. Masofalarimiz bilamiz, perpendikulyar bo'ladi. Uchidagi burchagimiz necha gradus? 30 gradus ekan. Xo'p, shunda mana bu tomonlarni biz topib olsak bo'ladimi? Burchaklarini 30 bo'ladigan bo'lsa, 150 75 gradusdan ekan. Bu yer 75. Mana yer ham nech? 75 chiqadi endi. To'g'rimi? Bu yerchi 15. Mana bu yer ham necha? 15 bo'lyapti. Xo'p, nima qilsak bo'ladi endi? Topib olsak bo'ladi, bemalol o'ylanmay. Mana bu yerni x, mana bu yerni y deydigan bo'lsak, to'g'rimi? Asos topib olamiz. Asos topib olganimizdan keyin yon tomon topib olsak ham bo'ladi. Balandlik topsak ham bo'ladi. Farqi yo'q, kelib chiqaveradi. Yaxshi ketdi. To'g'ri burchakli uchburchakning burchak kosinusidan x ni topamiz. Kosinus 15 imiz yoki sinus 75 dan ham foydalansak bo'ladi. Sinus 75 dan foydalanaylik. Kosinus 15 topiladi. Kosinus 15 imiz yopishgan katetning gipotenuziga nisbati. Chunki sinus 75 dan foydalanganda yana kosinusga kelardi 90 minus deb. Hop, ikkinchi uchburchak bo'yicha mana bu bo'yicha kosinus 15 imiz. Yopishgan katet 3, gipotenuza y. X topadigan bo'lsak bu yerdan 9 taqsim kosinus 15. Y topadigan bo'lsak 3 taqsim kosinus 15 bo'lyaptimi? Endi uchburchakning asosi x bilan y yig'indisiga teng. Ya'ni 12 taqsim kosinusdan 15 ekan. Tushunarli? Endi yana bitta chizma chizib olaman tushunish uchun. Mana bizning teng yonli uchburchagimiz. Bitta balandlik tushiramiz endi bunga. Xo'p, balandligimiz mana bu asosdan 2 bo'ladi, a taqsim 2 bo'ladimi? Bunidagi burchak necha? 75. Bunidagi burchak 15. H tangensdan h topib olsak bo'ladi. Ya'ni tangens 15 imiz a taqsim 2 ning h ga nisbat. Bu yerdan h topadigan bo'lsak, h imiz a taqsim 2 tangensdan necha? 15 ga teng ekan. Ana endi uchburchak yuzini formulasiga qo'yamiz. Uchburchak yuzini topish uchun tomonimizni balandligiga ko'paytirib 2 ga bo'lishimiz kerak. Tomon bizda necha chiqyapti? Tomonimiz 12 taqsim kosinusdan 15 ko'paytirilgan. Balandligimiz-chi? Balandligimiz qilishimiz kerak ekanda. H ning o'rniga a taqsim 2 tangens 15 ni qo'ysak, bu a kvadrat taqsim 4 tangens 15 bo'lar ekan. Endi hisoblaymiz bemalol. A kvadrat 144 taqsim 4 ko'paytirilgan kosinus kvadrat 15. Nega tangens chiqmayganda? Boshlaylik. Hop, a ni kvadratga ko'tarsak 144 taqsim
4 formulasi bor. O'zi kosinus kvadrati 15 bo'lyapti. Ko'paytirilgan tangens 15 bor ekan mana. Tangens 15 ni men sinus 15 taqsim kosinus 15 deb yozsak bo'ladimi? Nima bilan bu qisqarib ketdi? Bizda qolyapti suratda 144, mahrajda 4 ko'paytirilgan kosinus 15 hamda sinusdan 15 ekan. Xo'p, mana buni ikkisini ikkalasiga berib yuborsak, sinusning ikkilangan burchak formulasini beradi. 144 bilan 2 ni qisqartiradigan bo'lsak, suratda 72, mahrajda sinusning 30 qoladi. Sinus 30 gradusda 1 taqsim 2 ga teng. 2 tepa chiqib ketsa, natijamiz 144 ga teng bo'ladi ekan natijamiz. Javob. Xo'p, 11-chisida endi ABC uchburchak ichiga markazi O nuqtada bo'lgan aylanma chiqilgan. Agar xo'p, AO'si burchak 150 gradusga, AS'ning uzunligi 13, B'sining uzunligi 8 bo'lsa, ABC uchburchak yuzini so'rayapti. Buncha mana yerimiz 13 bo'lishi kerak-da, AC bo'lgandan keyin. Buni yuzini topishimiz kerak ekan. AB deyilganmish. Xullas ko'ramiz. Agar chizma bo'yicha ishlaylik birinchi, chiqmasa AC tomon bo'yicha ishlaymiz. Kelishdikmi? Demak, bisektriz uchburchakka ichki qismga aylanadigan radiusi bisektrisalar kesishgan nuqtasida bo'ladi. Demak, BO'miz bisektrisa. Bisektrisa burchakdan enkayib bo'ladi. Alfa bo'lsa, alfa taqsim 2 bo'lsa, bu ham o'sha alfa taqsim 2. O'sha burchagimiz beta bo'lsa, beta taqsim 2, bu taraf ham o'sha beta taqsim 2. Demak, mana shu yerdan alfa taqsim 2 bilan beta taqsim 2 ni yig'indisini topsak bo'ladimi? 30 ga tengligini. Bu yerdan alfa bilan betani yig'indisi necha ekan? 60. Buni alfa bilan betani yig'indisi 60 bo'lsa, bu burchak simiz, ya'ni gamma burchagimiz 120 gradusga teng bo'ladimi? Tushunarli. Endi shu uchburchakni bu yoqqa qayta chizib qo'yaman men. Ko'rinishi uchun. Nedagi burchagimiz 120 ekan, bu 13 ekan. Xo'p, mana yerdagi tomonimiz 8 ekan. Shu yerdan mana bu tomonni topsak bo'ladimi? AC tomonni. A deb qo'yaylik endi. Xo'p, AC tomonni kosinus terimasi orqali topamiz. 13 ning kvadrati teng 8 ning kvadrati plyusdan AC mana bu tomonni A deb qo'yaylik endi. A ning kvadrati minusdan ko'paytirilgan 8 ko'paytirilgan A kosinus 120. Kosinus 120 da minus 1 taqsim 2 ga teng ekan. 169 teng 64 plus A kvadrat plyusdan 8 A ekan. Demak ketdi. A kvadrat plus 8 A minusdan 169 dan 64 ta ayiradigan bo'lsak 105 qoladimi? To'g'rimi? Xo'p, kvadrat tenglamani ishlaymiz endi. Ko'paytmasi 105, yig'ini 8 bo'lishi kerak. Necha bo'ladi? 15 bilan 7. Demak, A tomonining uzunligi 7 ekan. Mana bu yerda chiqdi? 7 chiqdi. Xo'p, endi bizga yuza kerak uchburchak. Uchburchakning yuzi ikkita tomon va ular orasidagi burchak berilgan bo'lsa, 1 taqsim 2 ko'paytirilgan 8 ko'paytirilgan 7 sinus 120 da ildizosi 3 taqsim 2. Buni hisoblab qo'yamiz. 4 bilan qisqarib ketsa 2 14 14 ildizosi 3 ekan javob. Demak, mana bu A emas, AB ekanda. Xo'p, 12-chisi endi ABC muntazam burchak berilgan. ABD uchburchakka O1 va ADC uchburchakka O2 markazli aylanalar chizilgan. AD'miz 5, DC'miz 3 bo'lsa, aylanalar radiuslari yig'indisini toping. Yaxshi. Demak, AD mana bu yerimiz 5 ekan. Bu yerchi 3 ekan. Muntazam uchburchak deb. Demak, mana tomon 8 bo'ladi.
tomoni nechiga teng? 8 ga teng bo'ladi. To'g'rimi? Xo'p. Dasi 3 bo'lsa, 5 bo'lsa, aylanmalar radiuslarini so'rayapti. Bunda bdni topib olsak bo'ladimi? To'g'rimi? Mana biz bu bo'ladigan bo'lsa, keyin uchburchakning hamma tomonlari aniq bo'ladi. O'shandan ishlab qo'ysak bo'ladi. To'g'rimi? Bd tomon ko'zimizlar termasdan. Ketdi. Bdimiz teng, ya'ni bdni kvadrati ko'zimizlar termasdan ketdi. Bu burchagimiz necha gradus bo'ladi? 60 gradus bo'ladimi? Bdni kvadrati teng 8 ni kvadrati plus 5 ni kvadrati minus ko'paytirilgan 5 ko'paytirilgan 8 kosinus 60 ekan. Bdni 8 ni kvadrati 64 25 minusdan kosinus 60 gradusda 1 taqsim 2 plus 40. Xo'p, ne chiqadi? 24, 25, 49. 49 dan 7 chiqadi. Demak, bdimiz nechiga teng? 7 ga teng ekan. Tamam. Uchburchakka ichki chizilgan aylanma radius. Buning radiusini R1, mana kichkina R1 deb qo'yaylik. Ichki chizilganligini. Mana buni radiusini R2 deb qo'yamiz. Demak, R birimiz 2s taqsim perimetrga teng. S1 deb qo'yaylik. S1 uchburchakning yuzini topamiz. Ya'ni S1imiz bu yerda ABD uchburchak yuzi. 1 taqsim 2. Ikkita tomon va ular orasidagi burchak beriladi. X ko'paytirilgan 5 sinus 60. S1 ne chiqadi? Ildiz 3 taqsim 2 bo'lgandan keyin bu 10 ildiz 3 chiqadi ekan S1. Demak, radius birimiz ko'paytirilgan 10 ildiz 3 taqsim perimetrimiz nimaga teng? 20 ga teng. Bundan ildiz 3 chiqdi. Yer birimiz. R2 ni topamiz. Hop, R2. R2miz 2 ta S2 taqsim P2 deb qo'yaylik. Hop, S200 dan topib olamiz. Bu 1 taqsim 2 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 8 kosinus 60. Mana burchagim 60 gradus muntazam bo'lgandan keyin. Mana. Demak, S2 teng kosinus 60 da 1 taqsim 2 bo'lgandan keyin 6 qolami. S2 ga S2miz 6 ekan. Endi R2 ni topaman. R2miz 2 ko'paytirilgan 6 taqsim kosinus 60 deb sinus 60 bu. 6 ildiz 3 bo'lyapti. 2 ko'paytirilgan 6 ildiz 3 taqsim perimetr. Perimetrimiz nimaga teng? 18 ga teng. Demak, R2miz qisqarib ketsa 2 ildiz 3 taqsim 3 ga teng bo'lyapti. Radiuslarimiz kelib chiqdi. Endi shu radiuslar yig'indisini so'rayapti. Radius 1 ga radius 2 ni qo'shishimiz kerak ekan. Ildiz 3 ga qo'shamiz. 2 ildiz 3 taqsim 3 ni qo'shadigan bo'lsak, bu 5 ildiz 3 taqsim 3 ga teng bo'ladi ekan. Natijamiz mana D javob. Hop, 13-chi endi katta radius 25, kichik radiusimiz 5 ga teng bo'lsa, A bo'lsa uchburchak yuzini so'rayapti. To'g'ri uchburchak. To'g'ri burchakli uchburchakka tashqi chizilgan aylananing radiusi gipotenuzaning yarmiga teng bo'ladi. Demak, gipotenuzamiz necha ekan? 50 ekan. Mana bu uzunligi 50. Katet A, katet B. Demak, yozib qo'yamiz bularga. A kvadrat bilan B kvadratning yig'indisi 50 ning kvadratini beradimi?
Endi to'g'ri burchakli uchburchakka ichga chizilgan aylananing radiusini topish formulasi a plus b minus c taqsim 2 midi? Bularni kechagi darsda o'tib berganman. Radiusimiz 5 ga teng. Teng a tomonimiz noma'lum plus b tomon noma'lum. Ayrilgan c'miz 50 taqsim 2. Demak, a bilan b ning yig'indisi 60 ekanmi? Bizga bu mana shu uchburchakli yuzi kerak. Bu uchburchakli yuzi katetlar ko'paytmasini yarmimi? Demak, biz katetlar ko'paytmasini topib olsak bo'ladi. Buning uchun nima qilamiz? Buning uchun qaraymiz. Katetlarning yig'indisi 60 ku, kvadratlari yig'indisi esa mana 50 kvadrat. To'g'ri? Ikkala tarafni kvadratga ko'tarib yuboraman. A plus b ni. Yozib qo'yib, a plus b ning kvadrati teng 60 ning nimasi kvadratga. Kvadratga ko'tarsak, bu a kvadrat plus 2ab plus b kvadrat teng 3000 necha? 600 gami? A kvadrat bilan b kvadrat yig'indisi 50 ning kvadrati nechini berardi? 2500 dimi? Plyusdan 2. Endi qaraymiz. Tepada a bimiz 2s ga teng bo'ladimi? Mana bu yerga a bini o'rniga 2s qo'yib yuborsak, bu 4s bo'lyapti. Teng 3600 ga. Demak, 4s'imiz xo'sh, nechaga teng bo'ladi? 1100 ga teng bo'lyaptimi? To'g'rimi? 1100 ekan. S topamiz endi. 1100 ni xo'p, 4 ga bo'lamiz-da. 1100 ni 4 ga bo'lamiz. Demak, S teng 11 ko'paytirilgan 100 ni 4 ga bo'lsak 25. Natijamiz 270 5 ga teng ekan. Mana bu javob. 14-misol. ABC to'g'ri burchak uchburchak berilgan. 14-savol. ABC to'g'ri burchakli uchburchak berilgan. A'si gipotenuzasi AVC uchlarini markaz qilib radius 6 santimetrli sektorlar chizilgan. Rasmdagi ma'lumotlarga ko'ra bo'yalgan soha yuzini toping debdi. Endi 3 deb olishimiz kerak ekan. Mana burchakni biz markaziy burchakni alfa, bu burchakni beta deydigan bo'lsak, o'sha burchaklar kerak bizga birinchi o'rinda. Chunki sektorda yuzni topish formulasi 1 taqsim 2 r kvadrat alfa, to'g'rimi? Alfamiz bu yerda markaziy burchak. Radianda o'lchanadi. Xo'p, demak, bular bo'yicha biz nimani topsak bo'ladi? Biz quyidagicha qilamiz. Bo'yalgan sohaning yuzi uchburchak yuzidan ayirishimiz kerak. Mana bu sektorda yuzini S1, mana bu sektorda yuzini S2 deydigan bo'lsak, S1 plus S2 ga teng bo'ladi. To'g'ri? Bo'ldi, ketdi. Burchak yuzi bu katetlar ko'paytmasining yarmiga teng. Xo'p, AB katetimiz 15, BC katetimiz 8 taqsim 2. Ayrilgan qavschida birinchi sektorda yuzi 1 taqsim 2 r kvadrat alfa plus ikkinchi sektorda yuzi 1 taqsim 2 r kvadrat betami? Tushunarli? Yaxshi. Xo'p, ikkalasidan 1 taqsim 2 r kvadratni qolsin tashqariga chiqarsak, qasamiy metrli bundan s bo'yalgan teng 60 minusdan 1 taqsim 2 r kvadratni qolsin tashqariga chiqarsak, r kvadrat o'rniga 6 ni qo'ysak 36 bo'ladi. Alfa plus beta qolyaptimi qavs ichida? 8 ko'paytirilgan alfa bilan betaning yig'indisi bu pi taqsim 2 emasmi? Ya'ni 90 gradus emasmi? Alfa bilan betaning yig'indisi, to'g'rimi? To'g'ri burchakli uchburchakda. Endi pi ni 3 deb olinibdi. Hisoblaymiz. 60 ayrilgan 9 ko'paytirilgan 3. 60 dan ayirishimiz kerak 27 ni. Natijamiz 33 ga teng bo'ladi ekan. 33 degan javob. Mana B javob ekan. Mana bu. Endi 15-savolimiz. 15-savol. ABC to'g'ri burchakli uchburchakning
A va S uchlaridan hamda AB va BC tomonlaridan D va E nuqtalarida kesib o'tuvchi aylana berilgan. B E AEga teng, ular 4 ga teng. AC 6 bo'lsa, DE kesmani uzunligini so'raydi. Xullas, mana chizmada berilibdi hammasi. Xo'p, biz x topishimiz kerak ekan, a? Burchakli cho'mchak ekan. Nima qilsak bo'ladi? Xo'p, mana bu S ni E bilan tutashtiradigan bo'lsak, bu S'imiz BA'ning medianasi ham bo'lib qolyaptimi? Va S'imiz nima bo'lyapti bu yerda? Diametr bo'lyapti. Ya'ni aylananing diametri. Chunki 90 gradus burchak ostida ko'rinadi. Demak, radius topib olsak bo'ladi. Yaxshi. Xo'p. Yana nima qilsak bo'ladi? Kesishuvchi vatarlar. Mana buni A, D'sini B desak. Biz bu yerda A bilan B'ning yig'indisini topsak bo'ladi, a? A bilan B'ning yig'indisi to'g'ri burchakli uchburchakning nimasi bo'ladi? Gipotenuzasi bo'ladi-da. A bilan B'miz 10 ga teng bo'lar ekan demak. Katetlarimiz 6 bilan 8 bo'lgandan keyin A plus B'miz 10. Yaxshi. Endi qaraymiz. Xo'p. Kesishuvchi vatarlarda BD bilan BSni ko'paytmasi BE bilan BA'ning ko'paytmasiga tengmi? BDni uzunligini A dedik. Endi BSning uzunligi shu 10 bo'ladi-da. Shu teng ekan BEning uzunligi bor 4, BA'ning uzunligi 8. Demak, A'miz 32 bo'lsa 3,2 ekan. B-chi? B'miz qolganida endi shu 6,8. Bizga nima kerak? X kerakmi? Endi mana bu burchak topib olsak bo'ladi. Burchakning kosinusini topsak, kosinuslar terimasiga qo'yamiz. Kosinus alfamiz. Yopishgan katet. Yopishgan katet 8. Gipotenuzachi 10. Demak, bu 4 taqsim 5 ekan kosinusimiz. Endi x topamiz. X teng ikkita tomon va ular orasidagi burchak berilgan bo'lsa, ildiz osti namiz chiqdi, ana 3,2. 2 ning kvadrati plyusdan 4 ning kvadrati minus 2 ko'paytirilgan 3,2 ko'paytirilgan 4 kosinus alfamiz 4 taqsim 5 ekan. Mana endi hisoblaymiz. 3,2 ning kvadrati 10,24 bo'ladi. Minus 4 ning kvadrati 16 minus. Buni hisoblash kerak endi. 2 6,4 16 taqsim 5. Teng. 26,24 ayrilgan. 6,4 ko'paytirilgan 3,2 ekan. To'g'rimi? 26,24 ayrilgan. 3,2 ko'paytirilgan desak 10,24 10,24 ni 2 ga ko'paytirsak bu 20,48 bo'ladimi? Ayiramiz endi. Ayiradigan bo'lsak 6 11 dan 4 1 dan 4 7 5 dan 0 5 2 dan 2 0 5,76 5,76 degani 2,4 ning kvadratimi? Demak 2,4 ga teng bo'ladi ekan. Mana bajo. Tushunarli? Bu bilan 25-chi savollar jamlanmasining yechimlarini tugatdik. Bizni kuzatib boringizlar. Barchaga rahmat.